bir olti sotuq yerda bu go'zallikni qurgan ustalardan Alloh rozi bo'lsin. Hammaga assalomu Assalomu alaykum. alaykum. Akmallik aytganingiz kelsin. Men hayolimga ham keltirmaganman shunaqa kichkina yerga chiroyli shinam qilib, shunaqa kottejlar qurish mumkinligini. Kichkina bo'lsa ham hamma komfortini qilib qo'yishgan молодец, ustalarga отдельно respekt. Kirishdi bitta mashinaga zayiz avtomatik vorotalar bilan tashqarisida o'zini kichkinagina sanuzilar yashil zonalarni qilib qo'yishgan. Bu xonadonimizni terrasasi ham bor desam ishonasizlar, hozir videoni o'tkazib olmaysizlar, inshaalloh terrasasini ham ko'rsam. Mana ichkariga marhamat. Bu xonadondan ikkita yonma-yon aka-uka yoki menga o'xshab aka va singil bo'lib yashamoqchi bo'lganlar uchun zo'r taklif deb o'ylayman. Bu kirish qismimiz. Oshxona qismini ko'rsatamizmi? Sizlarniki bu. Bismillah. Marhamat. Qaranglar, qanaqa ixcham, shinam qilib qo'yishgan, ranglarini ham shunaqa chiroyli tanlashgan. Bu yerga bitta stulni qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Bu mehmonxona qismi, marhamat. Mehmonlarni kutib oladigan xona. Umumiy 280 kvadrat metr xonadonimiz 4 qavatdan iborat. Ko'rib hozir o'zingizlar baho berasizlar. Qani sanuzlarni ham ko'rsatib kelgan. Shariza ikkinchi etajga. Marhamat. Birinchi chiqing hozir. Narxini videoning oxirida aytamiz. Men har doim orzu qilganman akam bilan yonma-yon uylarda yashashni. Inshaalloh sizga o'xshab kim orzu qilgan bo'lsa, hamma niyati yetsin. Akasi, opasi bilan qo'shni bo'lib yashash. O'zi Bu xuddi shaxsiy sanuzlar. Родительский spalni ota-onalar uchun. Spalni o'zini sanuzalar bilan. Umumiy 5 ta xona ekan bu xonadonimizda. Bu 1.6 sotiqga tushgan, ikkinchi kottejimiz esa 1.7 sotiqga tushgan ekan. Shuni sanuzalarning общисini ham bitta ko'rsatib yuborasiz. Keyin bu jaji kinderlar uchun ikkita o'zini panoramli oynasi bilan xonasi. Endi o'sha sizlarga hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan terrasani ko'rsataman. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Qani? Marhamat. Juda ham uyutli qilib qo'yishgan. Qani sizlardan keyin? Marhamat. Bitta qarang qanaqa ajoyib. Butun shahar ko'rinib turar ekan. Xona qarang, zo'rligini elit mahallada Mirzo Ulug'bekda Nikitinada joylashgan xonadonimiz. Kechqurun oila davrasida mazza qilib o'tirib shaharni tomosha qilishga nima yetmasa. Narxi esa 340 ming. Kimga qiziq bo'lsa, batafsil ma'lumot pastda opisaniyada qoldiramiz. Bizga, ya'ni Lider Estate kompaniyamizga murojaat qilinglar va biz bilan bog'laninglar. Hammaga rahmat. Rahmat.